Albatta nuqta qo'ymaymiz. Loyihasiga xush kelibsiz azizlar. Assalomu alaykum azizlar, qadrlilar. Biz nuqta qo'ymaymiz loyihasida. Bugungi mehmonimiz Tohirjon Po'latov va bugungi Toshkent shahridagi Turin Politexnika universiteti dotsenti. Aytganingizdek, Tohirjon Po'latov bo'ladilar. Mavzuyimiz bo'lsa elektromobillar infratuzilmasini rivojlantirish masalasida bo'ladi. Tohir aka, xush kelibsiz studiyamizga. Xayrli kun, rahmat. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. So'nggi yillarda yurtimiz ko'chalari, ayniqsa poytaxt ko'chalarida elektromobillar ko'paygandan ko'paymoqda. Keling, qisqacha elektromobillar to'g'risida biroz ma'lumot bersangiz va ularning ommalashishiga sabab bo'layotgan omillarga ham to'xtalib o'tsak. Rahmat. Albatta, hozirgi kunda qaraydigan bo'lsak, elektromobillar mana shu hozirda harakatlanayotgan avtomobillarni eng katta qismiga aylanmoqda. Ular soni kundan kunga, yildan yilga ko'payib bormoqda. Endi bularni ommaviylashishiga asosiy sababni oladigan bo'lsak, ularning elektr tokida harakatlanishi, ekologik tomondan bezararligi, barqarorligi, bundan tashqari nafaqat elektr tokida harakatlanishi, balki ularni qo'shimcha assistent texnologiyalari, ya'ni haydovchi uchun yordam beradigan aqlli elektronikalardan tashkil topganligi bois ko'pchilik hozirda benzinda, gazda yoki dizelda harakatlanayotgan avtomobillardan ko'ra elektromobillarni sotib olishni, ularda harakatlanishni ma'qul ko'rmoqda. Bundan tashqari uning ijobiy tomonlari, ustunlik tomonlari bormi avtomobil an'anaviy avtomobillarga qaraganda? Albatta bor. Mana agar solishtiradigan bo'lsak, aynan hozirgi kunda kelib chiqadigan bo'lsak, mana hozir qish mavsumi bo'lishligidan kelib chiqadigan bo'lsak, agar hozirgi kunda mana benzinda harakatlanadigan, ayniqsa gazda, metanda, propanda harakatlanadigan haydovchilarda yonilg'i bilan bog'liq muammolar kuzatilmoqda. Aytaylik, mana yanvar oyini salkam boshlaridan boshlab respublika bo'yicha metan tarqatishda yoki siqilgan gaz tarqatishda muammolar paydo bo'lmoqda. Yo'llarning chetida biz misol uchun zapravkalarning yonida turnaqator navbatlarni ko'rishimiz mumkin. To'g'ri. Bundan tashqari benzinda harakatlanadigan avtomobillar degan bo'lsak, hozirgi kunda benzinning narxi mana 80 benzin chiqib ketgandan keyin 92 benzin muomaladan chiqdi, to'g'ri. Muomaladan chiqdi. Endi hozir eng arzon misol uchun 92 benzin ham salkam 11 ming so'mdan boshlanadi. Bu endi aytaylik 5100 dan metan quyib yurgan haydovchilar uchun salkam 2 barobardan ortiqroq qimmatga tushadi. Bu borada hozirgi kunda elektromobillar o'z joyini topmoqda, chunki agar uyda sizda yetarli sharoit bo'ladigan bo'lsa, elektr toki bo'ladigan bo'lsa, bemalol uyingizda zaratib olishingiz mumkin va misol uchun shahar sharoitida yoki boshqada kunlik yo'l bosishingizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Aytaylik, uni oddiy uydagi rozetkadan zaryadlab turib ham shaharda 50-60 kilometr yurib bosib o'tishingiz mumkin. Shuning uchun buni qaraydigan bo'lsak, elektromobillar hozirgi kunda bizda mana GESlarning rivojlanishi, qayta tiklanadigan energiyaning rivojlanishi va boshqa barqaror energiyaning rivojlanishi bizda keyinchalik elektr energiyani ishlab chiqarish miqdorini oshishiga olib keladi va bu esa elektromobillar uchun zaryadlanish uchun ko'proq imkoniyatlarni yaratadi. Yashil energiya masalasida to'xtalsak, bu tejamkorlikni yanada ko'payishiga va mamlakat rivojlanishiga, infratuzilmani yanada rivojlanishiga hissa qo'shadi, to'g'rimi? Albatta, endi mana hozir yashil energiyani haqida gapirdik. Yashil energiya deganda mana shu shamoldan olinadigan energiya, quyoshdan olinadigan energiya, mana suvni potensial energiyasidan olinadigan bu elektr energiya. Bizda asosan qaysi biri foydalaniladi? Hozirgi kunda bizda eng ko'p qo'llanilayotgani mana hozir quyosh panellari ham ko'payib bormoqda, suvni potensial energiyasidan foydalanadigan GESlar ko'p foydalanilmoqda. Shuni hisobiga hozirgi kunda yashil energiyani ulushi an'anaviy ishlab chiqariladigan energiyani qatorida ko'payib bormoqda. Bu birinchidan energiyani arzonlashuviga olib keladi. Ikkinchidan energiya ishlab chiqarishni ekologik jihatdan tozalanuviga olib keladi. Misol uchun biz gaz yoqib yoki mazut yoqib turib, keyin uni chiqindi gazlarini atmosferaga chiqarib elektr energiya olmaymiz. Tayyor shamoldan yoki mana suvdan yoki quyoshdan elektr energiya olamiz. Bu anchagina barqaror energiya olishga olib o'tadi. Bu ekologiyani ham yanada yaxshilanishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Keling, bu mavzuni bitta reklama va chiroyli taronadan so'ng davom ettiramiz. Albatta. Tohirjon aka, ekologiyani rivojlantirishda, uni asrab-avaylashda, toza havoni ta'minlashda hozirgi kunda O'zbekistondagi global muammolardan biri
elektromobillarning ahamiyati juda ham katta, elektrobuslarning ahamiyati katta. Bu borada tahlillar bormi, fikrlar bormi? O'z fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz. Rahmat. Endi har qanday yonilg'ida harakatlanadigan, yonilg'i iste'mol qiladigan xoh u transport vositasi bo'lsin, xoh u biron bir energetik qurilma bo'lsin, tabiatga karbon gazi chiqaradi, ya'ni SO2 gazini chiqaradi. Bu karbonat angidrid deymiz. Karbonat angidrid gazini chiqarilishi, ko'payishi bu tabiatda issiqlik effektini, ya'ni parnik effektini, issiqxona effektini chiqaradi. Bu bevosita global isish jarayoniga olib keladi. Global isish jarayoniga olib keladi. Ya'ni global isish jarayoni oqibatlarini o'z yaxshi bilasiz. Yaxshi bilamiz. Isib ketishi, namgarchilikni kamayishi, suvdan yo'qolishi bu bir global muammo insoniyat uchun. Shuning uchun hozirgi kunda buni endi oldini olish uchun butun dunyoda ham, mana shu jumladan O'zbekistonda ham, Toshkentda ham mana shu an'anaviy yonilg'ida harakatlanadigan avtobuslarni cheklab, hozirgi kunda elektrobuslarni harakatga kiritilishi bu juda ham yaxshi bosqich bo'lyapti deb hisoblayman. Birinchidan elektrobuslar nisbatan yangi, asosan ekologik barqaror, ya'ni hech qanaqa is gazini chiqarmaydi, karbonat angidrid chiqarmaydi. Yomon tomoni yo'q bu narsani benzinli yoki dizelli yoki gazli avtobuslarga qaraydigan bo'lsak. Shuning uchun ham butun dunyoda rivojlangan davlatlarda shahar transportida asosan eng ko'proq qo'llaniladigan elektr transport hisoblanadi. Bu nafaqat avtobuslar, munisipal transport deymiz, mana shu shaharni tramvay, trolleybus, misol uchun mana axlat tashiydigan mashinalargacha tortib, bular hammasi elektrlashtirilishi olib borilmoqda. Va ahamiyati juda ham katta. Tejamkorlik masalasida ham katta ahamiyatga ega. Raqamlarda keltira olasizmi misollarni? Xos tinglovchilarimizdan savollar kelib tushyapti. Ayniqsa elektromobillar va an'anaviy benzin, gazda yuradigan avtomobillarni qiyoslangan holatda. Albatta. Buni men misol uchun sizning misolingizda ham buni biz yechib ko'rishimiz mumkin. Aytaylik. Marhamat, sizda misol uchun qanaqa avtomobil bor? Renault Duster. Renault Duster, demak siz benzinda harakatlanasiz, mexanika benzinda harakatlanasiz, to'g'rimi? Siz misol uchun taxminan oladigan bo'lsangiz, shahar sharoitida siz avtomobilingiz 10 litr yoqilg'i iste'mol qiladi. 8,5. 8,5, lekin mana bu probkalarni, boshqa tirbandliklarni hisobga olsa, ba'zan 12 ham, 11 ham bo'lib ketadi, to'g'ri. Qishdagi isitishlarni hisobga oladigan bo'lsak, o'rtacha 10 litr 100 kilometrga deb olsak bo'ladi. Endi sizni mana shu avtomobilingiz modelidagi nisbatan to'g'ri keladigan bironta elektromobilni oladigan bo'lsak, u 100 kilometrga taxminan 15-16 kilovat tok iste'mol qiladi. Bu necha pul bo'ladi? Hozir mana agar siz o'rtacha 1000 kilometr yuradigan bo'lsangiz, bir haftadami, bir oydami, 1000 kilometr uchun siz o'rtacha 100 litr yonilg'i yoqishingiz kerak. 100 litr yonilg'i hozirgi kunda 12 mingdan bo'ladigan bo'lsa, o'zi hisoblaylik 1,2 million bo'ladi. To'g'ri. Endi 1000 kilometrni bosib o'tish uchun elektromobil, aytaylik, 160 kilovat energiya sarflashi kerak. 160 kilovat energiyani 1000 so'mdan bo'ladigan bo'lsa 160 ming so'm pul bo'ladi. 160 ming so'm. Demak, 1,2 million so'm bilan 160 ming so'mni bemalol o'zingiz solishtirib turib, buni hajmini, qiyosini bemalol chamalab olishingiz mumkin. Deyarli 8-10 barobar tejamkorlik amalga oshirsa bo'ladi. Agar siz yana buni ustiga uyda mana shu quyosh paneli o'rnatgan bo'lsangiz, bundan-da arzonroq chiqadi. Hatto tekin deb olishimiz ham mumkin. Masalan, raqamlar bormi bu bo'yicha ham? Endi aytaylik, siz uyingizda 5 kilovatli yoki 10 kilovatli quyosh panelini o'rnatgan bo'lsangiz, bu endi qanchadir summa, misol uchun hozir boshlang'ich to'lovini qilaman, uskunalarni o'rnataman. Albatta, hozirgi kunda mana 10 kilovatli on-grid tizimlarni taxminan 35 million so'mdan taklif qilishmoqda. 10 kilovatlikni. Bu degani, demak, 1 soatda 10 kilovatgacha chiqarishi mumkin. Bu endi nazariy jihatdan, lekin amaliy jihatdan 6-7 kilovat chiqazib beradi bu. Xo'sh. 10 soat misol uchun agar shu ishlaydigan bo'lsa, sizga 60-70 kilovat tok beradi. 60-70 kilovatingiz bu sizni, demak, aytaylik, taxminan 500 kilometrga yetadigan tokingizni chiqazib beradigan ma'noni beradi. Shuning uchun ham bu borada hozir qilinayotgan ishlar men o'zim ahamiyat qaratgan bo'lardim. Ko'pchilikni agar misol uchun hovlida turadigan bo'lsa, sharoiti bo'ladigan bo'lsa, quyosh panellarini qo'yish, buni misol uchun siz zaryadga qilmayotgan paytingizda davlatga sotasiz yoki o'tkazib yuborasiz, keyin siz o'zingiz zaryadga qilganingizda minus qilib olinadi bu narsa. Quyosh panellari faqat yoz mavsumida foydalimi yoki mana shunday ob-havoda ham foydalansa bo'ladimi? Quyosh paneli quyoshning nuri chiqishi bilan ishlashni boshlaydi. Endi u tumanga qarab, bulutga qarab, havoni turiga qarab, yomg'ir, qorga qarab turib uni ishlab chiqarish foydalish koeffitsiyenti o'zgaradi, lekin 0 bo'lib qolmaydi.
misol uchun biz tunda ishlamasa ham lekin kun mobaynida u tok chiqarib beradi. Demak, beminnat bir generator deb olsak bo'ladi uni biz. Aytaylik, sizni misol uchun uyingizda benzinli generatoringiz bo'lishi mumkin, gazli generatoringiz bo'lishi mumkin. Tok o'chganda ishlataman, lekin sizni qachondir benziningiz tugasa generator ishlata olmaysiz. Gazingiz tugasa ishlata olmaysiz. Lekin quyosh chiqib tursa, shu generatoringiz sizni quyosh batareyangiz tok berishdan to'xtamaydi. Demak, boshlang'ich yaxshi investitsiya sarmoya qilib, keyin deyarli bepulga qolaversa foyda ham olish mumkin. Buni oqibatida. Siz misol uchun 200 million so'm, 300 million so'mga elektromobil sotayotgan paytingizda taxminan 10%, 30 million, 20 millionga qo'shimcha qilib turib ko'zingizni yumingda bitta 5 kilovatli yoki 10 kilovatli elektrostansiyani qo'ying yuzga quyosh paneli, bo'ldi, sizga bu barqaror zaryadka manbaini ta'minlab beradi sizga. Men o'z ehtiyojlarimni, oilam ehtiyojlarini, hattoki qo'shnilarimning ehtiyojini ham ta'minlash imkoniyatiga ega bo'laman. To'g'rimi shunday vaziyatda? Endi qo'shningizga agar sotsam, sotsangiz, bu endi o'zaro hisob-kitobda sizga muammo bo'lmaydigan bo'lsa, meni maslahatim o'zingizni oilaviy xarajatlaringiz, ehtiyojlaringizga va ortiqchasini misol uchun davlatga sotish bilan bemalol o'zini oqlasa bo'ladi. Quvvatlantirish stansiyalari mavjud. Hozir avtomobillarni ko'payib bormoqda va tadbirkorlarga ham mo'magina daromad keltiryapti. Albatta. Bu chunki bu misol uchun elektromobillarni infrastrukturasini yanada kengaytirish uchun qilinadigan bitta tadbirlardan biri hisoblanadi. Sababi qancha elektrostansiyalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, shunga qiziquvchilar ko'p bo'ladi. Hozirgi aytaylik, elektromobil sotib oluvchilarda bitta kichkinagina endi qo'shtironchilar qo'rqinch borki, men qayerdan zaryadlayman? Agar ko'chada qolib ketsam-chi, domda turaman degan narsa bor. Bu dunyo praktikasida ham shunaqa narsa bor. Mail range degan qo'rquv, psixologik bosim bo'ladi. Mana avtomobilim yo'l o'rtasida to'xtab qolsa nima bo'ladi degan. Bu anchadir. Misol uchun 1 oydan keyin 15 kundan keyin o'tib ketadigan narsa. Misol uchun hozirgi elektromobillar sizga qancha zaryad qolganini aniq ko'rsatadi, taxminiy emas. Aniq ko'rsatadi. Shunga qarab turib siz o'zingizni misol uchun marsrutingizni optimallashtirishingiz mumkin, to'xtatishingiz mumkin yoki yo'lda aytaylik shu joyga yetib olmasdan turib oldindan zaryadlab olishingiz mumkin. Qolaversa hozir ko'p nuqtalarda, ayniqsa jamoat joylarida quvvatlanish stansiyalari. Albatta, mana yirik savdo shoxobchalarining yonida borsangiz, hammasida aytaylik zaryadlash stansiyalari bor. Lekin eng optimali bu o'zingiz uchun uyingizda qo'yib olganingiz. Sababi kelib qo'yadigan bo'lsangiz, misol uchun kechqurun 8 da borasiz, 10 da borasiz, ertalabgacha mashinangiz turadi baribir. Turgan paytda shu uydagi 3 kilovatlik ulab qo'yadigan bo'lsangiz ham anchagina sizga zaryadlash imkonini beradi. Xuddi telefonimizni qanday quvvatlantirsak, avtomobilimizni ham shunday quvvatlantirganimiz yaxshi. Albatta. Lekin shu bilan birga avtomobillar, ayniqsa elektromobillar ko'chada paydo bo'lgandan keyin ko'plab insonlarning orzusi amalga oshirildi, tejamkorlik ta'minlandi. Lekin bitta masala, balkim bu to'g'ri gapdir, noto'g'ri gapdir, inson salomatligi, ayniqsa erkaklar salomatligiga salbiy ta'sir qiladi degan gaplar ham bor. Mutaxassis dotsent sifatida qanday fikr bildira olasiz? Jon bormi bu so'zlarda? Bitta savol beraman sizga. Siz hayotingiz mobaynida MRTga tushganmisiz? Tushganman. Necha marta tushgansiz? 1 marta. Yaxshi. Demak, men sog'lomman, to'g'rimi? Siz bilasizmi, mana o'shandan keyin o'zingizda bironta o'zgarish sezmadingizmi? O'zimda yo'q, sezmadim. Yaxshi, qarang. Hozirgi kunda oldin ham ta'kidlaganmiz, Toshkent shahridagi o'rtacha MRTlarni chiqaradigan magnit maydoni 1,5 Tesla. O'rtachasi. Endi elektromobilni siz minganingizda chiqadigani bu taxminan 0,1-0,2 mikrotesla ketadi. Juda kam miqdorda. Bu misol uchun siz uy jihozlaridan misol keltira olasizmi? Qiyoslay olasizmi? Yo'q. Elektropechlarmi yoki suv qaynatgichmi? Hozir aniq ma'lumotim yo'q, lekin elektromobillarni bu borada misol uchun aytaylik magnit maydon chiqaradigan joylari ekranlangan. Ya'ni undan tashqari batareyalar kuzovni pastki qismida bo'lganligi uchun u haydovchidan ancha uzoqroq joylashadi. Undan tashqari yana misol uchun shovqinni to'suvchi, titrashni to'suvchi, magnit maydonni ham qaytaruvchi ekranlar joylashtirilgan. Bu degani bevosita siz magnit ustida o'tirmaysiz. Shuning uchun ham aytishim mumkinki, bu borada bu bexavotir. Ayniqsa ko'pchilik elektromobil haydovchi shaxslar aytishadiki, shovqinni yo'qligi juda ham bizga yoqadi. Yo'q, bu fikrga men umuman qo'shilmayman. Sababi shovqinni yo'qligi bu naborot siz uchun relaks. Mana shu paytda bironta bir klassik muzika, Mozartmi, Beethovenmi qo'yib turib maza qilib yo'lda harakatlansangiz bo'ladi-yu. Qaytaga yo'ldagi chiqadigan ortiqcha
ovozlarni, misol uchun shumlarni yo'qotib turib, aynan shu dam olsangiz bo'ladi-ku bu narsa. Aynan shu haqida gapirayotgan edim. Shovqinning yo'qligi ularga rohat bag'ishlayotgan ekan. Elektromobil haydayotgan insonlarni. Bu ham eng katta ustunliklaridan biri. Albatta. Hozir bitta chiroyli tarona tinglaymiz. Sherali Jo'rayev ijrosidagi. So'ng yana suhbatni davom ettiramiz. Rahmat. Va albatta sizlar biz nuqta qo'ymaymiz loyihasini davom ettiramiz. Qo'ng'iroq qiling, savollaringiz bo'lsa 90 kodi bilan 115 10 35 raqamlariga. Agarda yozma tariqasida savollarim bor desangiz, sevimli Radio FM Telegram nuqtamizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Telegram raqamga kelgan savollardan biri ijtimoiy tarmoqlarda elektromobillar yongani videolari tarqalmoqda. Elektromobillar qanchalik xavfsiz inson salomatligiga, hayotiga degan savollar kelmoqda. Menimcha asosan elektromobillar yozda shunaqa bo'lsa kerak, qaniydir yonib ketsa kerak. Shunga qanday? Nima sababdan yonadi? Sabab bormi? Hop, endi elektromobillarni palon paytda yonishga mo'ljallangan deyishni o'zi xato narsa. Bu ularning yonishi bilan bog'liq bo'ladigan hodisalar ekspluatatsion sharoitlarning buzilganligi bilan kelib chiqadi. Sizgacha kimdir batareykani tiklab ko'rgan bo'lishi mumkin, to'g'rilab beraman deyishi mumkin. Endi elektromobillar biz hozir uni zamonaviyligini haqida gapiradigan bo'lsak, shu bilan bir qatorda uni yuqori texnologiyalarni ham ta'kidlab o'tishimiz kerak. Yuqori texnologiyalar uchun unga tushunadigan yuqori mutaxassis kerak. Bu oldingi endi kechirasizlar, misol uchun garajda yo'q-yo'g'ini to'g'rilab beradigan ustalar bilan bo'ladigan narsa emas. Yoki har qanday reklama qilgan o'zini Instagramda chiqib turib, men bunaqa qilib beraman, bunaqa beraman degan ustani bu obyektiv emas. Buning uchun mana shu oldin ham ta'kidlab o'tgan maxsus litsenziyadan o'tgan, sertifikati bor, sertifikatlashgan xizmat ko'rsatish servislariga murojaat qilishi so'raladi. Mana shu bo'ladigan voqealar yana ham keyinchalik tahlil qilinganda oldin batareyasiga tashqi tomondan ta'sir o'tkazilgan bo'lganligi aniqlangan. Shuning uchun maslahatim bu hamma mashinada ham yonish bo'ladi. Benzinli mashina ham yonadi, gazli mashina ham yonadi. Hozirgi kunda to'g'ri tan olish kerak. Agar elektromobilni litiy ionli batareya agar yonishga tushadigan bo'lsa, hozircha o'chirish juda ham muammo buni. Shungacha olib bormagan ma'qul. Buning uchun so'ng marhamat to'g'ri ekspluatatsiya qiling. Muammo bo'ladigan bo'lsa, sertifikatlangan servis markaziga murojaat qiling. O'zingiz saqlab qoling. Elektromobil yonishni boshlasa qanday harakat qilish kerak? Yonishni boshlasa birinchi narsa demak tezroq qochishga harakat qilish kerak. O'chirishga urinish emas, chetlashish ma'qul. Ana endi BYD O'zbekiston Factory to'g'risida gaplashamiz. O'zbekistonda Jizzaxda ochilgan. Uning ichki ehtiyojni qondirish borasidagi imkoniyatlari BYD O'zbekiston Factory, BYD O'zbekiston zavodi to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, ma'lumki 2025-yilning oxirida BYD dunyoning eng ko'p elektromobil ishlab chiqaruvchisi Tesla brendini quvib o'tdi. Ya'ni bu hozirgi kunda dunyoda 19-20% elektromobillarni BYD chiqarib beryapti. Shunday. Tesla esa 1-2% ga bulardan orqada qolishni boshladi. Endi shu bilan birga mana shu Jizzaxda bizda O'zbekistonda birinchi bo'lib turib BYD o'zini zavodini ochyapti. Boshqa dunyoda hali BYD o'zini zavodini ochmagan. Qoyil. Bu o'rtadagi mana shu hamkorlikni bir nima deydi, bir ishonchi, isboti desak bo'ladi. Bu biz uchun sharaf, biz uchun bir challenge, ya'ni biz ham shu xitoyliklarning eng yuqori misol uchun chiqariladigan zamonaviy avtomobillar darajasida O'zbekistonda avtomobil chiqarish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu mamlakat imiji uchun ham juda ham yaxshi. Albatta. Bu aytyapman, bu narsa ham birinchidan ishlab chiqarish texnologiyalarini rivojlantiradi. Ikkinchidan yurtimizda, aynan mana shu Jizzax viloyatida yoki shu zavodda yuqori malakali mutaxassislarni konsentratsiyalashga olib keladi. Aytaylik, hozirgi kunda qaraydigan bo'lsak, yaqin atrofdagi davlatlarda elektromobil chiqarish zavodi tugur, oddiy avtomobil chiqarish zavodlari ham yo'q. Borlari ham hozir bankrot bo'lyapti. Nima uchun? Chunki avtomobil chiqarish bu juda ham murakkab va kompleks soha. Avtomobilda 10 mingdan 20 minggacha bitlovchi qism bo'ladi. Siz avtomobil chiqarmoqchi bo'lganingizda hamma detal to'g'risida o'ylashingiz kerak. Hammasini supply chain deydi, ya'ni ularni logistikasini olib kelishni ishlab chiqarib o'rganishingiz kerak. Avtomobil sohasi bir kunda u bu yoqqa qarab yoki bu yoqqa qarab o'zgaradigan soha emas. U ko'p yillar mobaynida rejalashtiriladi. Istiqbolli plan tuziladi. Shu asosda olib boriladi. Demak, yurtimiz ko'chalarining kelajagi elektromobillarga, elektrobuslarga bog'liq. Albatta, shu bilan to'ladi degan umidda ham biz. Trading tizimi to'g'risida suhbatlashsak. Bu trading tizimi bu oldindan bo'lib kelgan bozor tizimi, ya'ni mana siz hozir hozirga aytgan dastiringizni siz misol uchun BYD
chempionga almashtiradigan bo'lsangiz, siz Sergeliga olib borib mashinangizni sotishingiz kerak. Buning uchun mashinangizni tayyorlaysiz, bozorga chiqib turib shanba klient kutasiz. Savdingiz bitsa, sotdingiz, bo'lmasa yana keyingina qilasiz. Trading degani hozirgi endi ofitsial servislarning qoshida ochilyapti. Ularni o'zi mashinangizni, demak, siz bilan sizni qoniqtiradigan narxga sotib olib turib, sotib olingan narx bilan haligi farqni to'lab bersangiz, sizga yangi mashina beradi. Bu trading deydi. Asosan an'anaviy avtomobillarni sotib olishadi. Benzinga, dizelga, har qanaqa. Elektromobillarni ham sotib olishadi. Trading degani har qanday narsani sotib olaman degan ma'noni beradi. Tushunarli. Lekin arzon narxda sotib olmaydi, bozor narxida oladi. Bu endi haligi kompaniya servis siyosatiga bog'liq. Siyosat. Chunki misol uchun trading xizmatini yo'lga qo'yish uchun ham qanchadir odamni yollash kerak. Qanchadir joyni ijaraga olish kerak yoki sotib olish kerak. Uni amortizatsion xarajatlari chiqadi, soliq xarajatlari, elektr energiya xarajatlari chiqadi. Bu xarajatlar qayerdan qoplanishi kerak-ku? Siz hozir Sergeliga borasiz, sotasiz, hech qanaqa sotuvchi va xaridor o'rtasida qo'shimcha pul to'lanmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Bu tradingda hammasi, demak, qonuniy yoki misol uchun hisobini topadi, o'zini demak is qoladi demoqchiman. Ammo men qulay ravishda uyda o'tirishim mumkin va mashinani oldi sotisi bilan boshqa kimsalar shug'ullanadi. Albatta. Va o'rniga yaxshi elektromobillar sotib olish imkoniyati bo'ladi. Bu vaqtini qadrlaydigan, misol uchun imkoniyati bo'lmaydiganlar uchun juda ham yaxshi imkoniyat trading. Tushunarli. Rahmat. Bu shunday qulayliklardan biri demoqchisiz. Albatta. Elektromobillar batareyalari, akkumulyatorlarini ta'mirlash masalasiga keladigan bo'lsak. Utilizatsiya masalasiga keladigan bo'lsak. Odatda elektromobillar batareyalari ta'mirlanmaydi. Mana bu katta minusidan biri. Yo'q, katta minus deb bo'lmaydi, bu ta'mirlanmaydi. Ya'ni uni siz ochib turib, buni o'zgartirish qilinishi mumkin, lekin qaysiki bu narsalar maxsus malakaga ega bo'lgan mutaxassislar tomonidan qilinsagina amalga oshirilishi mumkin. Endi utilizatsiya ma'nosiga keladigan bo'lsa, utilizatsiya haqida so'ra. Utilizatsiya nima? Aytaylik, mana qo'lingizdagi telefonni ham mana shu har ishlatgan saringiz uni batareyasini sig'imi tushib boradi. To'g'ri. Taxminan 1 yilda 10%, 15% kamayadi. Bu 15% kamaydi degani bu batareya tok ishlab chiqarib bermaydi degani emas bu. Prosta kamayib boradi. Elektromobillarning batareyasi ham shunda yomkis deymiz, endi ruschasida, o'zbekchasida uni sig'imi bo'ladi. Tok sig'imi kamayib boradi. Bu bir necha yilgacha davom etishi mumkin. Bu siz uchun hech qanaqa xavf chiqarmaydi. Endi aytaylik, uni sig'imi 30-40% dan tushib ketgandan keyin endi siz uzoqroq masofa bosa olmay qolasiz. Uni utilizatsiya qilish kerak. Utilizatsiya qilish degani uni to'g'ri, demak, qismlarga ajratib, uni bartaraf qilish, ya'ni tabiatga hech qanaqa ziyonsiz bo'ladigan, beziyon tarzda uni qayta ishlash degan ma'noni beradi. Oddiy batareykalarni ham maxsus joylarga olib borib topshiramiz. Axlatga tashlash mumkin emas. Tabiat uchun juda ham katta ziyon. Elektromobillarda ham xuddi shunday. Albatta, chunki unda mana litiy bo'ladi, mis bo'ladi, boshqa elementlar bo'lganligi uchun, qimmatli elementlar bo'lgani uchun uni to'g'ridan to'g'ri aytaylik axlatga yoki boshqa tashlab bo'lmaydi. Ular utilizatsiya qilinishi kerak. Telegram raqamimizga kelayotgan savollardan yana biri: summa darajasida qanday chiqadi? Batareykalarni almashtirish bizga necha pulga tushadi deb yozishibdi. Batareyalarni oddiy elektromobillarda. Yo'q, endi batareyani almashtirish bu batareyani birinchi uni ko'rsatkichi, uni misol uchun qancha hajmiga bog'liq. Necha kilovatli. Kilovatga qarab almashtiriladi. Hozirgi kunda endi taxminiy o'rtacha bevaydilar uchun $10-15 ming atrofida baholanmoqda. Endi bu ham hali o'rtacha olingan qiymatlar. Lekin misol uchun hozir ko'rayotgan bo'lsangiz 8 yilga yoki 300 ming kilometrgacha batareyaga garantiya berilyapti. Agar siz yana hali ta'kidlab o'tgan o'zingizda Renault Duster mashinangizda 1 yilda 20 ming kilometr yuradigan bo'lsangiz, siz aytaylik 300 ming kilometr bosib o'tishingiz uchun 15 yil vaqtingiz ketadi. To'g'ri. Men lekin ishonmayman, sizda 15 yil mana shu Renault Dusterda harakatlanishingizga 2-3 yildan keyin uni almashtirish payiga tushasiz. Ishonavering, men juda ham sadoqatliman, ayniqsa avtomobil masalasi. Baribir bu sizning mashinangiz, misol uchun fizik jihatdan eskirmasa ham, demak, ma'naviy eskiradi deb o'ylaysiz. Keyinchalik o'zingizda istak topib qolasiz, misol yoningizda hammani, misol uchun elektromobil yoki boshqada bo'lgandan keyin almashtirishga tushib qolasiz ham. Xo'sh, tushunarli. Hozir navbatni bitta chiroyli taronaga beramiz, so'ng suhbatimizni eng qizg'in pallasini davom ettiramiz.
Nuqta qo'ymamizni davom ettiramiz. Bugungi suhbatimiz, eslatib o'taman, erkaklarni birinchi xotiniga, erkaklarni ta'bir bilan aytganda aylangan elektromobillar to'g'risida bo'lyapti. Suhbatdoshimiz dotsent Tohirjon Po'latov. Suhbatimiz zo'r bo'lyapti va bizga kelayotgan savollar bor tinglovchilarimizdan. Keling, savoli bittasini men O'qing. Bizga yozibdi Samarqanddan. Xo'p, ana do'stim bilan bir xil mashina olgandik. Menda yo'mkisi tushib ketdi, lekin unda yo'q. Nimaga, nima sababdan deb yozib qoldirdilar. Xo'p, bu yerda endi bo'lishi mumkin bo'lgan holdan bittasi elektromobilda ikki xil jarayon, elektrobateriyalarda ikki xil jarayon ketadi. Birinchisi zaryadlanish va ikkinchisi zaryadsizlanish. Ya'ni elektromobilda zaryadsizlanish paytida, ya'ni ekspluatatsion paytida maslahat bergan bo'lardim, uni kritik point deymiz, kritik nuqta 10-15% dan pastga tushirib ma'qul. Agar bu shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu bevosita mana shu elektromobil batareyasini sig'imini tezda tushib ketishiga olib keladi. Asl sababi shu. Asl sababi shu yoki noto'g'ri zaryadlash. Ya'ni uni misol uchun shu tokni kerakli qiymatdan ortishi yoki kam berish hisobiga yoki bir xilla bor shunaqa 10% zaryad kamaysa ham borib sira zaryadga yetib qo'yaveradi. Iloji boricha avtomobil elektromobilni batareyasini ishlashiga qo'yib beringlar. Ya'ni yo'mkisni tushirib chiqarib, yo'mkis emas, zaryadlanishni tushirib chiqarib yurish kerak. Quvvati nechiga tushgandan keyin quvvatlagichga qo'yish kerak. 15% dan tushirmagan bo'lardi. Eng yuqorisi? Eng yuqorisi 100% gacha chiqaverasizlar uni. 80% da ham qo'ysa bo'ladi demak. Endi yo'lingizga qarab, agar imkoni bo'lsa 80 bilan siz ko'chaga chiqib yuradigan bo'lsangiz 80 ni o'zida harakatlanavering. Iloji bo'lsa. Iloji boricha. Bizda bitta qo'ng'iroq bor, qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Ismi shariflari? Toshkent shahridan Izzatilla akaman. Mutaxassisimizga ham assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bor edi shu. Bemalol Izzatilla aka. Elektromobillarni zaryadkaga qo'ygan paytida, men shunaqa eshitganman. Zaryadkaga qo'ygan paytda o'sha haydovchi yoki yonidagi passajir ichida o'tirib bo'lmaydi. Juda katta nurlanish bo'ladi. Bu hattoki shu o'lim hodisasiga ham olib kelishi mumkin deb eshitganman. Shu haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz, agar shu tinglovchilar eshitayotgan bo'lsa, ularga ham katta foydasi bo'lar edi. Minnatdormiz savol uchun. Ichida o'tirmaslik uchun. Rahmat Izzatilla aka. O'sha ko'chalarda zaryadkaga qo'yib, ichida telefon o'ynab o'tirishadi. O'tirishadi, bo'ladi. Bitta qahva olib. Endi bu Izzatilla aka shunaqa deyilgan aslida, mana shu zaryadlanish paytida ozgina elektr maydonni kuchayishi kuzatiladi. Shuning uchun iloji boricha, demak, zaryadlash paytida mashinani ichida o'tirmagan ma'qul. Yonidagi kafeteriyada yoki supermarketdami aylanib chiqqaningiz ma'qul. Shuning uchun ham tavsiya qilinmaydi ichida o'tirish. Kundalik 10,000 qadamni ham amalga oshirsa bo'ladi. Aynan o'sha paytda fursatdan foydalangan holatda. Bir savollarimiz bor, tayyorlab kelganmiz. Qisqa savollarga qisqa javob berishingiz kerak. Elektromobillarni haqiqiy avtomobil desa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Inson salomatligi, ayniqsa erkaklar salomatligi uchun jiddiy ta'siri yo'qmi? Yo'q. An'anaviy avtomobilmi yoki gibrid avtomobilmi? Qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Gibrid. Gibridmi yoki elektromobilmi? Elektromobil. Elektromobilmi yoki elektrobusmi? Elektrobus. Elektrobusmi yoki metro? Metro ham, elektrobus ham. Ikkalovini tanladingiz. Minnatdormiz, hurmatli tinglovchilar. Nuqta qo'ymaymizni shuning bilan yakunlaymiz. Eslatib o'taman, bugungi mehmonimiz Toshkent shahridagi Turin Politexnika universiteti dotsenti Tohirjon Po'latov bo'ldilar. Tashrif uchun minnatdormiz. Rahmat. Mavzuga nuqta qo'ymaymiz. Kelgusi suhbatlarda yana diydorlashguncha xayr-omon bo'ling. Xizmatingizda Dilnora Soipova hamda Ziyovuddin Isaqulov bo'ldik. Xayr.